Salom do'stlar, sizlar bilan men Ryzen Max edim. Lekin o'zgartirib AC aka qo'ydim. Bugungi videoda biz Counter Strike bilgan o'yinlarda nima qilamiz? Bunaqa branchlet ellik Deagle'da o'ynaymiz. Hozir bitta kuchli bot bor. U mendan kuchliroq. Ko'rsanglar bo'ladi. Undan oldingi o'yinda mani yutotuvdi cho'tat. Assalomu alaykum. Headshot edi. Hozir uni 0 qilsak yoki menda 10 undan nechidir bo'lsa, keyin videoni tugatamiz. Hamma o'zingizlar qalaysizlar, yaxshimisizlar? Ro'za Ramazon oyi tugadi. O'sha ro'za Ramazon oyida o'ynadinglarmi? Men hayitlar bilan ham tabriklamay qoldim, chunki men yangi youtuberman. YouTube yaqinda boshlagan, kanalim yaqinda ochilgan. Shuning uchun hayitlar bilan ham, ro'za Ramazon oyilar bilan ham tabriklamay qoldim. Mana agar 24 ta obunachim bor hozirgacha. Agar meni 24 ta shu obunachim aktiv bo'ladigan bo'lsa, shu 24 ta obunachi nima qilsa, hozir 24 ta obunachim aktiv bo'lib, shu videoni kuzatsa yoki like bosib obuna bo'lsa, menga yangi obunachi kelsa, men o'rtog'im kanalida mo'ykachi hayot olganda u menga ustachi hayoti. Agar u nima bo'lsa, menga yangi 21 ta obunachi kelsa, 25 ta bo'lsa, ya'ni men ustachi hayotini olaman. Shunaqa gaplar. O'zimdan oldin ham anaqa qo'ydim. Video. Mana shunaqa kontrda faqat AWPda qanaqadir Deagle emas endi. Qanaqadir o'yin. O'sha qanaqadir pistikada. O'shanda paqillatib tashlayapti. Ko'rdinglarmi kuchni? Tuk qilib tashlayapman bu. Hali o'g'li zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi deydi. Shunaqa shularga montaj qilib qo'ydim. O'sha videoni ham qo'yib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin o videoda gapirmaganman, bitta gapirganman. Unda bir orasida headshot deb. Assalomu alaykum. To'ldirsak, tamom. To'ldirsak. Bratim, qandaysiz? Qayerda u? Qasddan bor ekan. O'zchaman kuchliman dedasida. Voy! Chuchqa orqamdan kelibdi. Krisi. Orqamdan kelibdi. Mayli. Yig'lamasin. Shunday olamiz. Pulim yetmay qoldi. Bunda yuramiz. Qamsani. Yaxki Deagle'damasman. Mayli-ki. Deagle'damasman ukam. Shu qattagina. Eğer boy orqamdan ko'zitmagan 9-0 bo'lardi. Nega? Headshot. 9-1. O'zcha kuchli botman. Kuchli botman. Gapni qaranglar. Bot kuchli bo'lmaydi hech qachon. Tez o'qla. Hozir anani o'ldirishim kerak. Yo'q, men tepaga chiqib ketdi-yu. Tepaga chiqib ketdi. Mana shu tomonni ko'raman. Mana chiqoq. Bu videoni ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan AKC bo'ldi. Hammaga xayr.